Assalomu alaykum hammaga. Ko'p mijozlarimiz ikki xonali bo'lgan, xonalari kengroq bo'lgan xonadonni iloji boricha to'liq chizmalari bilan va narx-navolari bilan necha pul boshlang'ich to'lov to'lasam necha puldan chiqadi yo to'lovsiz variantda necha puldan chiqadi deb aytishdi. Shuning uchun biz hozir ikki xonali bo'lgan 63 kvadratli xonadonimizni chizmalari va narx-navolari bilan tanishib chiqamiz. Chizmalarini va narx-navolarini Sevinch degan menejerimiz sizlarga tushuntirib beradi. Bu 63 kvadratli xonadonimiz. Ko'rib turganingizdek kirish qismida o'ngda sizda zal joylashgan. Zaldan keyin oshxonaga o'tiladi. Oshxonadan chiqqaningizdan keyin koridorda oxirida sizda sanuzeldan spalniyaga o'tiladi va spalniyada ochiq koridorlarimiz mavjud. Narx-navolarimiz, kvadrat metrlarimiz 12 million 500 mingdan. Agarda siz bosh to'lov qilmasdan xarid qilsangiz, sizga oylik to'lovlarimiz 13 million 125 ming so'mdan chiqadi. Agarda bosh to'lov 49 million so'm qiladigan bo'lsa necha pul? Agarda bosh to'lov 49 million so'm qiladigan bo'lsangiz, sizga biz 1,5 million so'mdan chegirma beramiz, ya'ni har bir kvadratiga va summadan, ya'ni uyingizni tan narxidan ham 49 million so'mni ayirib tashlaymiz. Shunda sizga 60 oyga uyingiz 10 million 733 mingdan chiqadi oylik to'lovlar. Qarang, shunda hozir umumiy uyi tan narxidan 94 million 500 ming so'm chegirma qilib berishyapti. Shunday. To'g'rimi? 49 million so'm bosh to'lov qilingani uchun. Shunda umumiy uyi tan narxidan 49 million so'm chiqarib tashlab, plus 94 million 500 ming so'm ham chiqarib, qoldiq summani demak 60 oyga bo'lib chiqarib berilyapti. Shunday, shu tarzda sizga oylik to'lovingiz 10 million 733 ming so'mdan chiqadi. Yaxshi. Agarda 99 million so'm to'lov qiladigan bo'lsam necha pul? Agarda 99 million so'm to'lov qiladigan bo'lsangiz, biz sizga har bir kvadratidan 2,5 million so'mdan chegirma qilib beramiz. Bu degani 20% chegirma bo'ladi va uyingizni tan narxidan ham boshlang'ich to'lovingizni ayirib tashlaymiz. Ya'ni 99 million so'mni ayirib tashlab, qoldiq qismini 60 oyga bo'lganimizda sizda oylik to'lovingiz 8 million 850 ming so'm chiqadi. Shunda qarang, bosh 99 million so'm bosh to'lov qilgani uchun 157 million so'm 500 ming skidka umumiy uyi tan narxidan skidka qilib berilyapti, to'g'rimi? Shunday. Shunda sizni uyingiz 630 million so'mga tushadi. Uni 60 oy mobaynida bo'lib to'lashga to'laysiz. Hisoblab berasiz. Shunday. Yaxshi. Ko'rib turganingizdek, sizlar bilan ikki xonali bo'lgan 63 kvadratli xonadonimizni narx-navolari bilan hammasi bilan tanishib chiqdik. Bu uyimiz faqat 6 dona qolgan. Ko'rdinglar o'zingizlar. Boshlang'ich to'lov bilan necha puldan tushadi sizlarga oylik to'lovi? Boshlang'ich to'lovsiz necha puldan tushadi? Boshlang'ich to'lov qilganingizda qanchadan umumiy tan narxidan skidka qilib beriladi? Hammasini sizlar bilan tanishib o'tdik va razmerlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda yozib qo'yilgan. To'ri 60 ga, to'ri 40, 285 ga, to'ri 50, 285 ga 390. Hammasi sanuzel 220 ga 170. Hamma uyi razmerlari haqida ham sizlar bilan tanishib chiqdik. Hamma